Bilasizmi, O'zbekistonda 1972-yilda Dalvarzintepada o'tkazilgan arxeologik qazishmalarda fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari topilgan. 1977-yilda esa Afrosiyob, Samarqandda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida 7 ta shaxmat donasi topilgan. Shundan kelib chiqadiki, mamlakatimizda shaxmat sportining tarixi juda chuqur ildizlarga ega. Mamlakatimiz o'zining eng qadimgi shaxmat maktabi bilan faxrlanishi mumkin. 1984-yilda ilk marotaba Georgiy Azamov O'zbekistonning birinchi xalqaro grossmeysteri bo'ldi. 1998-yilda Ibrohim Hamroqulov o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati g'olibligini qo'lga kiritdi. Rustam Qosimjonov 1998-yilda birinchi Osiyo chempioni va 2004-yilda 17-chi jahon chempioni bo'ldi. 2022-yilda Butunjahon shaxmat olimpiadasining final bahsida O'zbekiston jamoasi Niderlandiya terma jamoasini mag'lub etib, turnir g'olibi bo'ldi.